Shumka qilingan kanalizatsionniy va ventilyatsionniy turbalarimiz. Iltimos qilib qolamiz. Endi bilaman, sizlarga ham bog'liq emas, lekin imkon qadar o'rtoq arxitektorlar, uy planini tuzuvchi do'stlarimiz zalga kelganda mana shunaqa ishlarni qilmanglar. Zalni tepasiga hammomni, hojatxonani qilib qo'ymanglar. Mana shu yerda hozir patologimiz shuni hisobiga 13-15 santimetrga yo'q joydan tushib ketyapti. Shu narsani iltimos shunaqa joylarga qilmanglar. Hozir bu uy egasiga ham uy egasi patologni baland qilib qo'yadilar. Zalim baland bo'lsin, zo'r bo'lsin deydilar-yu. Lekin mana shunaqa joyga qilib qo'yilgandan keyin ular bilishmaydi keyin bunaqa hol bo'lishini. O'shanga iltimos qilib qolamiz o'rtoq arxitektorlar, shularni imkon qadar zalni tepasiga hammom va hojatxonalarni qilmanglar imkon qadar. Okalar, shu videoyimni iltimos qilib qolaman arxitektor do'stlarimizga jo'natib qo'yishinglarni. Shunaqa holatlarda patologlarimiz tushib ketib qolyapti. Mana shu yerda ham hozir men patologim tushib ketyapti. Jo'natib qo'yamiz okalar. Joningiz sog' bo'lsin. Like, podpiska esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.